Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Mana bitta kema ketyapti, mana bitta ikkinchi kema. Va men havo sovuq bo'larmikin deb berchat qolib chiqqanimda havo issiq, balki yomg'ir yog'ar, bulutli. Mana bu katta kemalarga ham ruxsat berilibdi bugun. Dengiz sokin. Kichkina mayda-chuyda kemachalar ham hammasi yuribdi, mana dengizga tushib olishgan. Anu kema va yana bitta katta kema o'tib ketdi. Mana bitta bizga qarab bittasi kelyapti. Xullas, bugun mana bemalol garchilik kemalarga. Shu dengiz to'lib tursa, boshqacha bo'lar ekan. O'zimiz o'rganib qolgan ekan. Kecha bo'm-bo'sh ko'rib, rosa g'alati bo'ldim. Yetimchaga o'xshab qopti dengiz. Men esa qiz qalasiga qarab to'g'ri yuraman endi har doimgi sport maydonchasiga qarab. Mana bu binolar qip-qizil, antigi binolar qizil, mana bular qizil. O antigilar qizil ko'rinyapti. Nimaga bular qizil to'lanyapti desam, quyosh qip-qizil bo'lib chiqib kelayotgan ekan. Bularni bayroqlarini, ko'p narsasini rangi qizil-u. Qizil to'lanyapti deb o'yladim. Qizil chiroq bilan-da. No, quyosh bugun chiqarkan va menimcha kun issiq bo'ladi. Yomg'ir yog'amikin dedim osmonga qarab. Quyosh qizil bo'lib chiqishiga qaraganda yog'masa kerak, bu tarqab ketsa kerak. Tuchi. Mana bu qushlarning galasi pastlab uchyapti. Уже nechinchisi o'tib ketdi hozir. Yo'dan kelayotganda. Qiz qalasi va aynan shutga, mana masjidga oxirgi marta Dilnoza bilan keldim. Ko'chkalarni ko'rsatgan keluvdilar. Dilnoza meni ko'rayotgan. Aniq Dilnoza sog'indim sizlarni. Eson-omon ko'chib oldinglar, nima qildinglar? Yozmaysiz ham deb xafa bo'lsam hozir. Xullas rosa chiroyli joylarda. Uskudarga, ya'ni Bo'tga ko'p kelib turaman. Aynan shu qiz qalasini men bu maydonchasiga tushmayman, tepadan o'tib ketaman. Antiga boraman o'zim. No, hamtlarga tushib o'tirmayman xullas. Atab tushish kerak ekan, manzara go'zal. Maydonchaga kelib oldim. Deyarli hech kim yo'q. Men bitta oka nimalardir qilayotganlarini aytmasa. Antizor kafe bor, hozir ko'rsatganda ko'rsatib ketaman. Qizil gulli, rozovoy gulli to'g'rirog'i. Atak aniq qushlar hali ham pastlab uchyapti. To'da bo'lib o'tdi o'zi ham. Antidan ham kelyapti qushlar. Faqat ketishyapti shekilli boshqa davlatgami, boshqa dengizgami, yo dengizni boshqa qismigami, indamay pastlab uchyapti, o'shani tushunmadim. Manzaralarni sog'inganlar uchun. Sizlarga Topkapı saroyi yo'q. Sulton Ahmet, Ayasofya, Süleymaniye, qalasi, Galata qalasi, Shobadmon. Men bu kafeni aytayotgandim. Lila kafe. Bu prям qalasini to'g'risida. Instagramga yozsanglar Lila kafe deb chiqadi. Menyulari, narx-navolari bor. Premium deb aytolmayman. Sal qimmatroq, lekin narsalari zo'r. Uyga kelib artishokli suvdan ichib oldim. Blumerang ertalab ichib ketdim, yugurishga chiqmasdan. 1,5 soatdan keyin choy ichish mumkin. Atak xo'jayinimga napar o'tiribman. Bitta o'zlari o'tirgilari kelmaydi. Men shu Turkiyaga kelib, xo'jayinim choy ichganlarida ko'rganman, tuzli narsa bilan shirin narsani aralashtirib bemalol yeb tashlayveradilar. Keyin o'zimga ham yoqib qolgan, masalan, sir bilan asalni aralashtirish, sir bilan varenyani aralashtirib yeyish.
turklar mana shu fasol ovqatini shunaqa sevishadi. Spesialno fasol pishiradigan anaqalar bor. Nima deyiladi? Lakanta. Kafe deyolmayman, restoran ham deyolmayman. Spesialno shunaqa заведениyalar bor-da. Fasolyachi deyishadi. Zo'r pishirishadi. Atak men ham yomon pishirmayman. Nima qilib yeyaptilar?